Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhidan so'rashdi, "Hazrat, qalbimiz qattiq. Qalb o'zi nima bilan yumshaydi?" dedilar. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh, halol taomni iste'mol qilish bilan yumshaydi qalb dedilar. Halolni yegan sari qalb yumshab borar ekan. Yumshash degani birodarlar, sizlar o'ylamangki, yumshoq odamlar bo'ladi-ku. Mana shundoq yumshoq, unaqa emas. Bu joydagi qalbni yumshashi degani bomdodga tura olish degani. Qalbni yumshashi degani gunohni eslash degani. Qalbni yumshashi degani birodarlar, qalbni yumshashi. Allohni zikr qilinsa, qalblar titrash degani. Qalb yumshashi degani birodarlar, qarang. Gunoh bo'lib turgan paytda qochish degani. Qalb yumshashi degani ma'siyatdan qochish, qalb yumshashi degani tahajjudga tura olish degani ekan. Biz qalbni yumshashi degani har ko'rganingizda yig'laveradigan, shunaqangi tabiatni biz qalbni yumshoqligi deb tushunamiz. Yo'q, aslida qalbni yumshoqligi Allohning buyruqlarini so'zsiz bajarish degani.